Uchalasang yo'lyapti? Yo'q, hozir 3 ta ko'mir. Bitta gaz. Qani grassini qayerda? Nechida 50 ta. Nega bu 6 ish chiqarmayapti? Bu ham yonyaptimi? Ha. Az soldingiz qo'ying. Turganlar shanba yakshanbaga yana qor beryapti. Avtomobil ishlash kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomat bo'lyapsiz? Qandaysiz? Bemorlarning ishlari yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz o'zgarib qoldimi? Ha, bular ekan aytyapsiz, qarab turmaysiz. O'tgan safar kelganimda xasta yoqmay o'tiribdi. Nechgalarni so'z bering. Hozir yana ko'taradi. Telefon nomerlarimni qo'ydim men. Siz talab qiling. Bu yoqishga majburman. Yo'q, men telefon sразу kelsam qilaman. Yo'q, glavrochka emas, nimaga qilaman? O'sha prokurorni ham meni nomerimni qo'ydirdim. Hamma sharoitni berganmiz. Ko'mir desa ko'mir bo'ladi. Hozir men dejurstga kelsam, o'sha kirgandan issiqdan mashinasi. Bu yerda gapirolmaydigan, dardini aytolmaydigan bemorlar bor. Talab qilsizlar. Menga yordam berganlaringiz ana shu bo'ladi. Bas kim bugun kanchiga ko'chaga chiqib izlamaydi, hozir tizza bo'yli qordan aylanib kelyapman, bular chiqmaydi-ku. Turgan joyda qo'ng'iroq qilish kerak. Agar shu yerda xizmatiga javob bermasak, keyin sen bo'lmasa, ana bizga qo'ng'iroq qilish kerak. Shuna, topshiriq berilgan bu. Grafikni qo'yib qo'yamiz. Menga past tushib qolganda, shuncha mana gradusningiz ko'tarilmaydi. Ovora bo'lmang, uni yorsangiz 50 ga chiqadi. Tepada qozon bor. Mana shu qozonga yaqin bo'lsin deyapmiz-da biz. Qozonni shuncha, mana uncha qozon deyapmiz. Bu yoqda jon bor. Bankoyib boshladi. Tugatib tashlab qoldi. Yaxshi shifosin bo'lsin. Ichkarida bemorlarimiz ham, yotgan bemorlarimiz ham ortda, issiqqa nazar qo'yib, Issiq sharoit, yaxshi. Qo'shib qo'yganlar hammasi shuni qilgan. Prezentatsiya tushunadi bizda. Chiroyli qilib bir odamlar qaraganda qiziqib qaraydigan qilib, bir rangliroq qilib ishlasak, Dori-darmon bo'yicha. mana tepada chiqadi-ku, umumiy dorilar deb qo'yadi. Tepadagi umumiy dorilarning o'rniga ham shu so'z tursin. Mana ularning ham bir odamga bir chiroyli qarayotganda bir reklama chiqishini o'ylasin, qarasa dori ketyapti. Ana undan keyin buni o'qiydi. Qo'yadi. Ana shuning uchun bu bo'lmaydi. Agar iloji bo'lsa asfalt qilib beramiz. Alisher aka, smetasini qildirgan. Mana shu narigi zinaning chetidan zinaning chetigacha qonundan yengil borku, buni qilib beramiz. Baland bo'lmaydi. Ha, tamam, tagib. Sol kerak, mana shu yerda haqiqatan mana bu ahvol nima bu? Bularni hozir olish kerakmi? Yonyapti mana bunda zo'r uni qiladi. Ochiq qayerdan ko'rinadi? Mana undan solyapsan? Bundan solamiz-da, bu yerdan chiqadi. U qanday yonyapti? Bundan ham zo'r. Yaxshi olib